inson dunyoga kelishligida ixtiyori yo'q edi. Inson dunyoga keldi, undan hech kim so'rab o'tirmadi. Lekin dunyoda qanday yashashlikda ixtiyori bor. Astagfirullah. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Kim deydi Alloh taolo, naq dunyoni ko'zlovchi bo'lsa, shu dunyodiylar desa, biz shu dunyoda ulardan o'zimiz istagan kimsalar uchun o'zimiz xohlagan narsani naqd qilib beramiz. Bir odam faqat dunyo deyapti. Alloh taolo unga beraman, o'zim xohlaganimcha deyapti. Albatta bunda katta hikmat bor, rahmat, ilm bor. Qarang oyatda. Kim faqat shu dunyoni ko'zlaydigan bo'lsa, ularga bu dunyodan o'zimiz xohlaganchani beramiz deydi. Agar insonga mana shu dunyoni